Toblash jarayonlari mana. Chempionlik. 5 kilo 200 g'oz tarozida. Joningiz og'ir. 3-kun bugün. 3-kun toblayapmiz mana endi sekin-sekin cho'yni sepibsalar. Qo'lovlarni to'xtatyapmiz. Qo'lov zaybar bo'ladi. Jonor. Yo'q. Assalomu alaykum aka-ukalar. Yaxshi dam oldilaringmi hammalaring? Hammaga xayrli kun. Xo'rozlarda obzor qilishda davom etamiz. Aka-ukalar, kuzagi chiqqan xo'roz bu. Yoshiga to'lib 1 oyligimi o'tdi shekilli. Tulovlari keldi, mana cho'tga keldi. Xudo xohlasa boqib o'ynayman deganga rosa urushqoq jo'ja aka-ukalar. Chiqibozlar aloqaga chiqaverasizlar. Hech qaytida nuqsoni yo'q, hamma joy butun 100%. Faqat boqib o'ynasa bo'ldi, ishqibozi. Aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar. Pixlarini cho'tga qilib o'xshatib qo'ydik mana. Qadoq degan narsalari yo'q. Jo'jaga tushaveradi bemalol. 2 yillik tulag emas-ku. To'g'risini aytib sotgan yaxshi. Aka-ukalar, ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Bundan oldingi tashlagan xo'rozni, buni ishqibozi bo'lsa, daskanalni yopishsa, bekor chiqib beramiz aka-ukalar. Telegramda aloqaga chiqaverasizlar. Rosa urushqoq jo'ja aka-ukalar. Aka-ukalar, aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga omad, charchamanglar. Xayrli kun hammaga. Kunda yaxshi o'tkazinglar. Aka-ukalar, xlarini o'xshatib keltirib jo'jatib qo'ydik. O'sgandan ko'ra cho'tki bo'ldi hamma joyi. Yirik xo'rozni ishqiboziga aka-ukalar, ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Buni ham dumida ozgina bor. Dumi kelsa tayyor, pashti boquvni boshlansa xo'rozga 20 kun boqadi, 25 kun boqadi, hamma tabiga qarab dumlari ham kelib oladi. Qo'lni hamma joyi kelib bo'lgan aka-ukalar. Tumshuq ko'z kallalari. Bo'ynlarida ham ozgina bor qilovmi. Shunaqa xo'rozni ishqibozga sotamiz aka-ukalar. Ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar. Cho'qilanmang. Rosa mast bo'layotibdi. Rosa toblash holatiga kelgan aka-ukalar, boqib turib cho'tga qilib toblansa 20 kun, 25 kunlarda tayyor bo'ladi, xudo xohlasa. Liboy tengiga taroziga tortib o'ynalaydigan jo'ja aka-ukalar. Bo'ybaslari joyida, mayda narsa emas. Shu dumi ozgina qoldi. Boqilguncha kelib qoladi, dumlari ham cho'tki bo'lib. Aka-ukalar, aloqaga chiqaverasizlar, ma'qul bo'lsa. Parvozlar uchun maxsus reklama qilib tashab qo'yapmiz aka-ukalar. Joning sog' bo'lsin. Juda katta xo'roz aka-ukalar, davrada o'ynaydigan xo'roz. Puli ham yaxshi bo'lsa beramiz aka-ukalar. Ishqiboziga bekor chiqib beriladi bular. Birorta tengini topib bekor chiqib beramiz bu xo'rozlarni. Tomosha qilib mazza qilinglar. Tushungan ishqiboziga aka-ukalar. Cho'tki qilib kalla tumshuqlarini ham obzor qilib beraylik. Hamma joyi moshni. Pixlarini ham o'xshatib qo'ydik, cho'tki qilib, pashti jo'ja. Bular endi tulakka chiqqan xo'rozlarda aka-ukalar, juda tulak bo'lib ketgan xo'roz emas. Yoshiga to'lgan, rosa urushadigan xonasi kelgan xo'rozlar. Shoning sog' bo'lsin dedi-yu.